sahnida. Aziz ko'rmanlar, ko'rayotganinglar 5 dan xoli mahsulotlari bilan iste'molchilar sog'lomligi zo'r to'kib qo'shib kelayotgan Al Nuri şirkati tajdorligidagi Qah Qah sahnida programmasi. Men program riyosatchisi Javdat Rafqat. Ha, Arpatovkam shunda programmani güzel boshlab oldik qara. Endi bugungi shu güzel sahnimizga taklif qilgan alayda bir azmi mening badu deb o'yladim. Shundami ya? Baba aka. Ha. Mening mush balliq hayotimga ta'sir qilgan. Bir yumorchi ustozimiz bor. Bu ustozimizning so'zlagan shu mo'maylar to'g'riliq so'zlagan yumorlar va ballar to'g'riliq so'zlagan yumorlar bor. Lekin bu ustoz marhum Isom Qurbo ustozni pek yaxshi do'raydi. Voy, Isom Qurbo ustozni do'raydigan 5-6 chaqchaqchi bor. Emasni men bilmayman kim bo'g'iydi u? Kim bo'g'iydi u? Kim o mening gapimni qilayotgan? Kim o mening gapimni qilayotgan? Kim o mening gapimni qilayotgan? Akram akam bu? Bir qarab bilib qoldim, bastidilichi. Eyliki chaqchaq sahnida degan program ishlaydigan zal mushuma? Mushu aka. Sizga qarab qolgandik. Unda o'zi men menga Oy, Akramka hoş geldin. Seni merhamet aka. Merhamet aka. Bugungi programmaga Akram akamizni chaqirib haqiqatan yaxshi qilib chaqirafkam. Akram akamiz bo'libmi bizning Qah san'ati uchun o'zininki bir kishilik to'kpisini qo'shib kelayotgan, tilga elib sanig'idek aziz ustozlarimizning birsi emas mufkam, ha? Shu aka. Men mush Akram akamni ko'rsam, xuddi shu marhum Isom Qurbon ustozni ko'rgandek bo'laman. Shunday. Bugungi mush sanimizga Akram akamning kapagini ben xush olamiz. Biz Akram akam bir ko'rmanlarga salomini yo'llab o'tganmiz, uning gaplarimizda boshlab ketamizmi? Shunday qilamizda. Qanday ahvolinglar, ko'rmanlar? Qah Qah sahnida programmamizda sizlar bilan ko'rishganligimdan intayin xursandman. Akramka Qah Qah sahnida programmasiga kelganligingga shunda xush bo'ldik aka. Akramka, voy sen imonda qilsa, bu men so'ramdim, sen bu sen so'rag'ini, sen so'rag'ini. Bu sen so'rarsan, bu sen so'rarsan, bu sen so'rarsan, sen so'rarsan. Men ila so'rab olaysan. Akramkam kichik vaqtda yomon ta'sir qildi. Shoma ta'sirligini bir so'rab olam. Cho'ng o'g'andiki oyajonlik fit bermaychi. Men so'rab olamdim aka. Akramka bo'libmi shu seninki Qah Qahqa sen qaysi mezgillarda sen Qah Qah sepiga kirgandan shuni bir ozroq bir ko'rmanlarga bir tushuntirib o'tgan bo'lsang aka. Bo'ladi, shu 96-yili biz shu ili televiziyaninki dramasini burada o'qiyotgan vaqtimizda shu vaqtda bir Novruz ishlamoqchi bo'ldi. Ishlamoqchi bizni hamda shuning faoliyatlariga chaqirdi. Shu vaqtda shu Isom akam boshliq, Satta Qo'roq, Uraym Devona, shular Rozkam, shu bir necha chaqchaqchilar, xalq qiziqchilari shuning tayyorlik qilish jarayonida bularni qiziqarli bo'ldi, bularning tayyorlik qilishi. Shunlarla bu yerda mana chaqchaqqa shu so'z o'yin chaqchaqqa bir xil qiziqib qolgan. Shu tunji qitim uchrashgan vaqtim shu. Anandan keyin bu Isom akamni ancha-muncha do'rab tushdim. Keyin Novruzdan keyingi so'rinda Isom akamlar chaqchaq qildi. Shu yerda men de Isom akamni do'rab beray deb do'rab berganki shu yerda so'ritda. Ve Isom akam mushu balaning chiroyimi senga o'xshab ketdi. Do'rab ovozim o'xshab qopti. Bu birat tuquning o'lamdi, nima bo'ldi deb Isom akamning og'zini tatildi dedi gapga solmadi. Shu chaq men qeyb qizib ketgan o'xshayman, men bunda qara o'tib Isom akam. Ve bu urug' tuqqanlikni surishtiqsak, chaqchaqchi tuqqan. Naqshchi tuqqan. Surishtirib kelsak, butun mamlakat xalqi bir-biriga tuqqan. Endi ma bizning ro'zalar Mekiyanga tuqqan. Gapni Rozkamga yo'tkaganda, shu vaqtda hamda Qah Qahda menda zarba berib kichiklarga qilmaganda shu vaqtda men Qah Qahga so'z o'yin Qah Qahlar rasmiy qiziqqan mazgillarim shu. Ham tunji qaytim kirgan so'rin kirgan vaqtim shuda. Ha, unda olsa Akramka gaplaringni shunda yaxshi angldik aka. Bo'libmi men shu ishlarni his qilib qoldim-da. Shu mazgildagi bo'libmi hozirgi mazgilda Isom cho'ngdodlarimiz Akramkamlarning ustozi bo'lgan bilan Akramkamlar bizga ustoz yo'lliq keladi-da Qah Qahda. Bo'libmi mushu ustozlarning biz Qah Qah sahniga kirgandan keyin shu tunji qitim ko'rishgan vaqtdagi mehr muhabbat bo'libmi yosh Qah Qahchilar haqiqatan ulgi madad bo'ladi ekan-ku. Shu vaqtda sen meni bir xilalik chatga qoqmay o'zining arasiga oldi deb shu gapni qilding-ku. Shu ustozlarning qanchalik fazilatliligini shuning his qilib olsa bo'ladi deb o'yladim Akramka. Shu vaqtlarda masalan shu ustoz Isom Qurbon bilan siz o'yinlarga bordingiz, nurg'un so'rinlarni ko'rdingiz. Shu jarayonda bo'lgan qiziq ishlardan bir nechini bizga hikoya qilib beramiz aka? Ha, shunday qilamizda. O'yinlarda jiqpilli bo'ldik. Isom akam hamda burun o'yin qo'ygan vaqtlarda bu odamlar ko'chalarni aylanib,
да қылдыған ішлар бар екенде. Кейінгі вақытта біздер ойын қойғақта бұл телевизор момлышып кетті. Телевизорды берді, biz hem de aylanmadık. Aylanmayımız, resimlerimizi küçük esirtidi, oyun başlanğan tiyatrxanaga barımızda. Hem de isam onun qonamaydı ekende. Ve bu aylanmasa kim gördü bu oyun ne? Degendikin bir bal deydi. Ey isamka, bu aylanmasa ham televizorda berip atıdı. A resimlerimiz emek çaplıvatdı biletler, setlivatdı alır, setlip oldu bilet. Yok. Undaqsa qanday oldu oylanmay, haq kömüse, mavu oyun qoyga adamga ziyan bulmamdı. Oynamaman. Dedi. Degen ki boludu. Aylandırayıl dep. Maşina sip aylandı demdi biznim da aylanıp. Avat nayısı koyduğa uyudum. Nayının bazalarını aylandırıp, telefon bazaları da az kızığa mezgildeki. Eşyalar kelgende. Yey düşmesek, haq göremde biz ne? Dedi şondan. Oy yeg düşmüsünüz mana derizden körüp atdık siz tarafına içip atdık dedi. Men düşürüp koy. Men pes oynama. Degende şon abalarning ishi var. Ya sizlar ketaveringlar, men isam kamalımda aylanay desem. Boptonda olsa telefon qilsanglar biz kep ekdimiz dedi. Şonda pastga tushdik, o'ylansak adam degan o'lishib ketdi telefon bozorida. Anki oyoqda bir xalq maydoni bor ekan, xalq maydonida bir serikchi serik o'ynatibdi ekan. Odam uningmi xeyli yezdan kirgan dehqonlar hammasi o'lishib o'pdi ekanda. Qaranglar mana, bunda qilsam og'zimda o't chiqiraman, aqilman, ko'qilman, mana hozir yo'q qilib beraman deb so'zlayotgandilar. Ulama isamkamni ko'rib qoldi-da. Bundalik qarab, voy isamkamda bir-birini sharat qilib serikchining qishda adam qolmadi. Qajabdi ketdi. Bu adam isamkamga o'lishib o'pdi. Voy mushu isamkamda isam degan mushu des momaylar. Voy qachon qadam o o'lib qolgandi, bolasidu bu deydi. Qasimda o'p ketgan ongichilik serikchining qishda hech kim qolmadi. Bu yoqqa bu yoqqa qarshi hech kim yo'q. Ya moya qinib kedinglar. Nima shubdi ya dedim. Qarab. Ha, isamkamkan go, isamkamni men o'ljidi ko'rgan. Uyullarını kögen. Mayak inip gidinglar, mening bağırtımni ko'ringlar deganda hech kim kelmaganda. Ya isamka, mayak kelib ish kuch yomur depamamsiz mana to'piga chiqyapti deganda. Mang ey, sen o'xshash mollaq jo'misan men. Depa serikchiga aytdi. Anan dekan, "Ey isamka bo'ldi, yamanjiq adam ko'di sizni, endi qaytayli" desam shundan. Jiq ko'dimi? Voy jiq ko'di hozir 3-4 adam ko'rganda meshada 4 adam patamda teatrxonaga, u teatrxon degan 1000 kishilik teatrxon tutsa. Patmiz yen chataq chiqdi. Unda o'z jurek mangayli. Degan, voy, men apurib qo'ydi, böyle mashinasi bor, vallahi shu talash tatish. Apurib qo'ydi. Ha, Akramka, gaplaringni shunday yaxshi angldik aka. Bo'libmi, endi men chaqchaqni qara arpatkam. Bir yil 10 yil o'tdi. Bu chaqchaq men tunji qitim shu so'rovlar qatnashgan vaqtida Isam cho'ngdadimizning shu mezgillarda bir xil saqsiz bo'lib qolgan mezgillari so'rovlardan qilib qolgancho. Endi Isam cho'ngdadimizni chunki oz to'losimi biz plastinkalarda chaqchaqlarni ko'rdik. O odamga hurmatimiz bor. Bo'libmi, cho'nglarimiz Isam cho'ngdadimizni tushundi. Mana yoshlarimizga Isam cho'ngdadimiz to'g'riliq azroq sen so'zlab bergan bo'lsang aka. Isamkam shu G'ul shahrida, Sudarvoza atrofida tijoratchi oilasida dunyoga kelgan ekanda. Oilasi tijoratchi bo'lgandan keyin kichigidilla dadasi bilan birga shu tijorat qilish jarayonida qiziq ishlarga yo'liqqan ham o'zimi qiziqarli gap qiladigan odam ekanda. Kichigida bir talant bor-da odamda. Nega o'zi qiziq gap qilgandan keyin voy Isam deb bir bola bilan setib gapdi, manda gap qildi, anda gap qildi deb kichigidilla yumorlari hamda Qahning og'iz odatdagi bir qiziqchilik xo'p tarilib mangan. Anandan keyin o'zida bu talant bor. Anan dadisimi shu san'atga oid xushtar odam bo'lgandan keyin uyiga shu qiziqchilarni chaqiradi-ki. Isamkamning deb birishicha, dadam bilan so'rulag'im boratdim. Anandan uyigimi chaqiradi-da. Shu vaqtda Burxon ko'r Ablankam degan adamlarningki qiziq gaplarini anglab, menda chaqchaqqa bo'lgan bir heves paydo bo'ldi-da. Shuning bilan men chaqchaqqa kirishdim. Deb shu odamlarning ismini deb bergan vaqtda menga. Shu jarayonda bu Isamkam angacha 17-18 yoshga kirgandan keyin so'rovlarga berib, qatnashib, rasmiy chaqchaq pishib bitilgan. Shu vaqtning o'zida ham shu G'ul shahrida Isamkamni tanishga boshlagan ekanda. Anandan keyin G'ul shahrida asos jihatdan Isamkamning qiziq gaplari taralgandan keyin
voy isam deb birsi bor ekan shunday gap qiladi ekan deb bora bora bu isam kamning chaqchiqi anaki yumurlari tarqalishga boshlaganda shunday qilib isam kamni nahiyalarga taklif qilgan hatto mo'ng'ul kira uya biyalar shu vaqtda Aru bilan isam kamni operatik mo'ng'ul kiraning odamlari shu to'ylarga olib isam kamning qiziq gapini anglaydiganlar shu u zamonlar mo'ng'ul kiralarni jiroq yerlarda shu yerlarga berib 2-3 kun turib chaqchaq qilib qaytib keladi ekan shuning bilan asosan butun iliga bu odam isam bo'lib tonilgandan keyin anadan keyin bu odamning yumri xalqning orasida tarqalib yurgandan keyin bizningki yozuvchi Mahmud Muhammad apandi shu yosh vaqtlarida yeziqchilikka kirishgan vaqtlarida shu isam kamning yumrlarini eng boshda ratlab bir kitob qilgan bu kitob anadagi 80-yilda butun Shinjongga taraldi shu vaqtda televizor ancha umumlashmagan radio bor televizor umumlashgan butun kitob umumlashgan vaqt bo'lgandan keyin bu isam kamning kitobi 84-yilda butun Shinjongga tarilib zo'r olqishga erishdi 8 kitob chiqdi bu asos jihatdan isam kamning tarjimali kichikgina yozilgan ammo qog'ini hammasi isam kamninki xalqning orasida tarqalib yurgan yomurlarda shundan 8 kitobning setilishi tarqalishi yaxshi bo'lgan ekan shuningdan boshlab 80-yildan boshlab ilirli bo'lib qolmay butun Shinjongda isam kam hayot nasrini apand deb atalganda shunday bo'lgan Çaktaqlığım, latifelerim, nemik xalqning himoyasiga ega bo'ldi degan vaqtida meninki so'zlarimni er ayol bahramand bo'ladi. Mazmun bor. U mazmun kirgizmay vaqralargan bilan u bo'lmaydi. Men bolalarga yoshlarga deb kelyapman hozirgi latifada bir mazmun bo'lishi kerakda. Bu bolalar bizning oldimizda cho'ng'igan bolalar. Çocuklar. Sen şimdi tattırıp tutla, sen biz ağzımı çoğulma. Ya kişimiz bulmadan bilen, sen de ne bilen kümep kütütme. Ustaz to'g'riliqmi xili tushunchalarga ega bo'ldik. Mush Isamkamning yumurlarida bo'lsin. Mesela yumur so'zlashdi bo'lsin. Nurg'un yumur so'zlaydiganlar bir kuni Isamkam deb turib so'zlaydi-ku. Bu hisobda bu bir marka bo'lib qoldi bu. Biz bu anglasak bir xil so'yinib ketamiz buni. Shuningdek bo'lsa Isamkamning ovozi bilan Isamkamning o'zining beshidan o'tgan bir yumurni siz bir so'zlab bergansiz. Bir biz eslab baqqan bo'lsak. Akramkamlar desa bek güzel chiqadi-da Isamkamning ovozida. Bo'ldi. Anda bo'lsa, men birinda beray. Isamkam o'zi bir dapaga yumurti bu. Bir kuni qattiq bo'ron chiqdi-da. Tushirganda bu bo'ron. Shuning bilan yo'lda ketib qolsam, to'y qilganiga 2 oyim bo'lmagan bir og'inam tushirganda eshikning oldida turibdi. Ve bu şuurganda eshikning oldida nima tursa, uy kirib ketmay desam, taladik şuurgandan uydik şuurga yomon. Hozir bir jidal bo'lib ketganda uyda Shunday. Yana bir yumur bor odam. Bir kuni bizning uydagilar eng to'y qilib oz vaqtdan keyin nima tamoq etay dedi. Degandan keyin bugun pulu et desam, dedi, sevze güçlerini ekirip verdim. İşten kayıtıp gelsem, öyle pulu şöyle deklop kaptı da. Şunu gep kılmadım. Yani manga vaktimde etsi. İnsan bugün nem tamak etey dedi. Bugün şöyle et bak dedim de. Desem, işten kayıtıp gelsem, şu görüşlüptü değil ki. Gep kılmadım. Hiç kılmansam soraydı. İnsan bugün nem tamak etey. Siz dep birin deydi. Tamak ne özden bulup ettiği ve keygende ismini ben koyup birey. Ota yumurları battı. Bu bir günü degan söz şu Isamkamdan taralganda, anandaki hamma yerda şu bir günü deb hammasi shunday boshlaydigan bo'lib ketgan. Isamkamning yana bir yumuri bor. Şu mening to'yim bo'ldigan chaqda hamma alag'illa yordam qildi-da. Turmush deganga hamma nima ketadi ekanda. Birisi qozonni ma'ib beray, birisi va men chilak yasaydi og'inim. Chilak cho'ginni men yasayman dedi. Stel o'rindiq yasaydi og'inim. Bo'ldi, stel o'rindiqingni
Amma men yasayma degandikin bizning ro'zi kepti. Esamka, sendin kichik bo'lsammi bir ko'nglim bor. Men to'yingga nima qilay? Dedi ya ro'zi, sen hech nima qilma. Sening balaring ushak desam unimaydi. Ya men bir nim qilma. De, to'yingga nima qilay deydi. Turmush deganga hamma nima ketadiki, sen quyrug'ingda bir chekish yasabga. Degani desam yana shu. Menga bek ta'sir qilgan shu abay degandekmish. Mo'maylarni do'rab qilgan yumurlarchi bektit edi. Shunlashqa men deyman daka mushu alayda sabab bormidi mushunda? Endi balkim bu mo'mi baqqan bormikin. Cho'qim mo'mi baqqan bormikin. Ya'ni bir simish kichik bolalarning ovozig'imi yomon. Akramkam shu chaqchaqdan keyin shu bu bir mazgillar qilib ya yeslida o'qituvchilar. Eliqib o'quvchilarni bir do'rab turgan. Buni shunaqa bir yerlar bor. Do'rash nimasi bor? Akramka shu to'g'riliqni bir bizga bir do'rgan asosda bir qiziqchilik qilsa deb o'yladim. Undan keyin o'zbekcha Aşındaq bir yumurlar bo'ldigan Akramkamning-chi. Endi bo'liqi do'rash aloyidligi hamda men nima uchunligini o'zim uqmayman, kichkimdan do'raydi ekanman buni-chi. Kichik vaqtlarimdan tortib qo'shni qo'limlarni uni-buni do'raytdimki, bu hamda bir tabiiy shunday bir do'rash aloyidligi bor o'xshaydi, o'zimmi nima uchunligini bilmayman bu yerda. Mana mo'mayin do'rab qilishimdagi sabab biz bir No'ruz programmasi ishlagan, men telefon talab taqdimni o'ynagan. Telefon talab taqdimda asli mo'may yo'qdi. Bir kichik bola bir xato telefon qilib qoldigan emas. Keyin bir cho'ng bir odam ashunda dedi. Shu chaqda rejissor sen buni bir mo'mayning obrazi kamga, bir mo'mayin do'rab baq deyapti-da. Do'rab baqsam birdamda do'raldim. O bizning ma'lumimiz mening mo'mamning ovozini do'rsam bo'laverdi-ki. Shuning bilan do'rab ketdim. Keyin dey chiqarganda, ana keyin o buni do'rsam bo'ldi deb mo'maylarning ovozini qaytib bir nech yumurlan dedim. Masalan, Avrisidan mo'misi televizor sotadigan do'konga kirib qoldi. Do'konga kirib bütün televizorning hammasida bir raketa quyunda uchib ketgan ko'rinishdi. Qaytida ko'rinish. Bundoq qarab Navir sayron qoldi ekan. "Mommi! Hav! Animo! Qaysi? Avchavu televizorning ichida uchib ketgan, qichib ketgan. Ha? Raketa balam. Nimda tez qochdi. Olimlar o bicharaning oqsiga o't qo'yayotgandan keyin badar qashmay qanday qildi? degan bir yumor bor. O'zbekcha deb qilishimda, odatda men hamda o'zbekcha bilan uyg'urchaninki yaqin-ku. Do'rash nima bo'lgan ekan? Onasi o'zbekcha burunqi yumordan birini deb qo'ray. O'tganda Toshkentga chiqdim, bu yerda bir cho'ng dadamizning o'g'li bo'lganda she'r g'avas qildigan. Undan so'rdimda, "Ancha-muncha yozib turyotamsiz sen?" "Yozib turaman. Bir gezdak chiqyotam" desam. Yozgan, biroq matbuotga bosmayapti. Bir she'r yozganman. Qanday she'r desam. Bir she'r yozgan, matbuotga bosmabdi, ma'no yo'q deb. O'qib qanda xusasam. Eshitib turing-a. Ma'no bormi, yo'qmi o'zingiz biling deb o'qishga boshladim. Yoz yaxshidir, yoz yaxshi. Yozdan keyin kuz bo'lar. 99 ga agar birni qatsang 100 bo'lar. Daryodan suv ketganda tosh ko'rinadi. Tuvoqni ko'tarsangiz osh ko'rinadi. Sochni oldirsangiz bosh ko'rinadi. Kusi odam har doim yosh ko'rinadi. Shunaqa ma'noli she'rlarni yozib gazetga yuborsam bosmay boshqa bir shoirning she'rlarini bosibdilar. Uni ham restoranda ashulachi qiz yigitlar qo'shiq aytib yurishibdilar ohangga solib. Sho'x-sho'x o'ynay yorim daryo bo'yinda, daryo qirg'oqlarida deb. Qanaqa o'ynaydi daryo tursa? O'ynayotganda shalab bilan suvga tushib ketsa qanaqa qilamiz? Yozish kerak. Biroq oqibatni o'ylash kerak. Shuna men o'zgartib yozdim. Sho'x-sho'x o'ynay yorim rushatkasi bor daryo bo'yinda. Acaba kimo deb ketdim uka. Mana bir chaqchaq varisi kirgizib o'tgida menimi. Kirgizib o'tgida menimi. Voy Tursunkam bu Voy yaxshi. Hammalar salom. Yaxshi tudingmi aka, salomatmi? Kela aka. Tursun kela. Kendimmi? Nevrimde sen kichik. Voy.
Aka o'zing yaxshi turdingmi? Yaxshi, ammo yaxshimi? Isil birdamda leyinib chiqqini qarmamsa, hozir tek buni beshikka bo'lib qo'ygan. Ay, jipang bo'shib tushib ketdim o'zim. Shumush Akram akamning oldida o'tgani qaraganda buni kichikligi bilinib turmamdi. Qara Arpatov akam. Endi bu Tursun akamningki biz endi to'laraq Tursun akam bilan bir faoliyat so'rovlarda birga bo'lib qolmiz-ku. Endi ko'pincha yoshlar Tursun akamningki ishtik esiga olmaydi. Endi bo'libmi ba'zan bir qism oz qism yoshlar emas. Mash ba'zi bir qism oz shu tetiqsizlik vanxonib ketganlarni ishtik biladi-ku. Aslida haqiqiy hurmatga tegishli kishilarimiz mana mushular emasmi? Shu. Bo'libmi Tursun aka, seniki shu chaqchaqliq hayotiga qadam qo'ygan bir vaqtlaringni bir anglagan bo'lsak, bo'libmi yoshlarimiz, sen yana shu bilmagan bir cho'nglarimiz bor, shular shu chaqchaq sahnida programmasi orqali sana bo'lgan bir tushunchasi bir yaxshi bo'lgan bo'lsa degan umidda. Shu Akram aka, sen mana Elnuriyniki chilallardan yegash o'tag'in aka. Bo'ldi. Endi yerimni yap bo'ldim hozir. Sartirib qaytib vaqtida gazga tarafga to'g'ashni qistirib o'tamaydi. Tursun qanday shu gaplarni bir tanishgan bo'lsak. Bo'ladi. Yıl 46 kirdimda. 97-yillarda uçaklarda şu mahallatga bo'ldi, o'tirishlarda ancha-muncha gap yurdik. Keyin shu birinchisi shu so'rovlarga dastlab qadam qo'ygan vaqtimda ba'zi bir ustozlar, cho'nglar cho'ng so'zda taqilganda men cho'ng so'zdiki Yusuf kam deydigan bir yaxshi akamiz bor. Shularning tarbiyasida ilmiylikni asos qilgan asosda birinchisida hamda so'rovlarda har qanday gapni atgan chig'imizda shu ota-ona qiz o'zining bolalari kelinglar bilan sog'lom, ko'gidek, xotirjam ko'gidek bundaq shunday bir chaqchaqlarni qilish tirishib keldim-da shu vaqtchamda. Har qanday yerlarda qalamqon gap qilmayman, ilmiy qilsam, qila olsam qilib bo'lmasa ketaman-da. Tam shu vaqt keldim. Hamda shundan 5-6 yil burun Nayat Qo'rg'as Nayning No'ruzlariga chaqirdi, Talay Yultuzga chaqirdi, qatnashdim hammasiga. Hamda bu xalq arasida hammasi rozi qilib qo'yib bo'lmaydi ekan javdat. Sen mana uzun bo'ldi 20 yilda ishda amma. Ba'zilarga shunday yaxshi ko'rdi ekan, o'ziq beryapti deydi ekan, ba'zilar tilli deydi ekan, nurg'un silkishlarni, siz gaplarni yengib chiqqandan keyin tavlinib odam anandan keyin ko'nab qoldi ekan bu ishlar. Shu bo'libmi endi shu xalqimiz haqiqatan odil baholig'i shu. Bo'lib do'kon tegi mallar hargiz keraklikda tovarliq mallarni oldiga o'tib bo'lmaydi. Sizlarning ham shu kamgacha shunchalik chaqchaqlarni qilib davomlashtirib kelganliginglardan biz haqiqatan so'yinamiz aka. Bo'libmi o'zingning shu esil bir qiziq bir paranglaringdan bir deb bergan bo'lsa. Chaqchaq sekmiz bir şey olmamda. Konuştuq bu yaxshana. Bu qitim sahnimizga niqat taqib kelgan azmiknimiz zodi kim o? Bu mezmunlar qiziqsanlar, diqqatinglar davomli 5dan xoli yeshil organik mahsulotlar bilan iste'molchilar sog'lom qilib to'kib qo'shib kelayotgan Elnuri shirkati to'ylarligidagi chaqchaq sahnida programmasi bo'lsin. Chaqchaq so'rin emas, chaqchaq sahnida.